TikTok'dagi mani qo'llab-quvvatlab turgan barcha insonlarga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Har bittalaring mani qo'llab-quvvatlab turganlik uchun sizlarga kattakon rahmat aytaman. Borlig'ingga shukr. Man hayotimda uchratgan eng yaxshi inson faqat bu sizlar. Men bilan efir qilgan har bitta inson shunaqangi mehribon insonki, borlig'ingga shukr sizlarni. Bu yerda to'g'risini aytsam, umuman yomon insonlarni ko'rmadim. To'g'ri, sizlar ularni kiyimini, ba'zilarining kiyimi boshqacha-ku, lekin ularning muomalasi juda ham zo'r. Kiyimga qarab inson muomala qilmanglar, maslahatimda. Ular ochiq-sochiq kiyinadimi yoki boshqacha kiyinadimi, qanday kiyinishdan qat'iy nazar, ularni qalbiga, diliga qaranglar. Ular umuman sizlar bilan boshqacha hurmatda, boshqacha qilib gaplashishadi. Har bitta inson bu yerda juda ham mehribon, saxiy insonlar juda ham ko'p ekan. To'g'ri, orasida bo'lishi mumkin, lekin men hayotimda hali bunaqa insonni TikTokda uchratmadim. Yomon insonni yoki odam mensimaydigan insonlarni uchratmadim. Har bitta inson juda ham yaxshi, hurmat qiladigan, mehr-muhabbatli insonlar ekan. Borlig'ingga shukr aytaman. Men Facebookda ham shunaqa. Men o'zi Facebookda ko'p video qo'yganligim uchun Facebookdagi insonlar ham har doim meni qo'llab-quvvatlab turishardi. Ular ham boy kambag'alga hech ham ajratishmasdi-da. Men qanaqa video qo'yishimdan qat'iy nazar har doim meni poddeshka qilib, qo'llab-quvvatlab turishardi. Yomon insonni men Facebookda ham uchratmaganman. Xuddi shunday TikTokda ham shunaqa ekan. TikTokda yomon insonlarning o'zi yo'q ekan. Yomon inson bu degan insonni o'zi yomon ekan. Men bu yerda kirib, to'g'risi hayratda qoldim. Har bitta insonning muomalasiga, bu yerdagi insonlarga tan beraman. Borlig'ingga shukr, mana shunday yaxshi insonlar ko'payaversin. To'g'ri, sizlar ularni yomon deyishlar mumkin. Chunki nimaga har xil shartlarni bajarayotganligi uchun sizlar ularni yomon, bu inson umuman bo'lmaydi deyishlar mumkin, lekin unaqa emas. Ular bilan dildan suhbat qurib, gaplashib ko'rsalaring, TikTokda efir qilayotgan har bitta inson sizlarga dilidagi bor gaplarni aytib beradi. Ulardan hech qachon yomonlik chiqmaydi, men sizlarga aytsam. Shunaqangi mehribon insonlarning barchasi TikTokda ekan. Men shu yerda barcha mehribon insonlarni uchratdim. Borlig'ingga shukr, TikTok doshlarim. Men sizlarni juda qattiq yaxshi ko'raman. Baxtimga har doim sog' salomat bo'laveringlar.